Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qolaversa, mana shu internet foydalanuvchilari, mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Kichik qishloq fuqarolar yig'inida, qolaversa mana Navro'zjon Boboqulov ukamizning xonadonida turibmiz. Bu ukamiz biro yetishmovchiligi bilan juda kuchli azob chekmoqdalar. Hurmatli internet foydalanuvchilari, hurmatli musofirlikka yurgan aka-ukalarimiz, tadbirkor aka-ukalarimiz, sizlardan iltimos, mana shu ukamizga o'zimizda fidokorona bir saxovatpeshaligimiz tufayli bir shu ukamizga bir yordam qilsak, bu ukamizni nasib bo'lsa Hindistonga olib borib operatsiya yordamida mana shu ukamizga Alloh shifo bersin. Nasib bo'lsa mana shu ukamizni mana Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizda qolaversa nimalarini, plastik kartalarni qo'yamiz. Sizlardan iltimos, hurmatli yurtdoshlar, shu ukamizga bir chiroyli yordam berishlarini so'raymiz. Qolaversa mana buvomlarimiz, mana shu yerda nuroniylarimiz turibdi. Bujon bir duo qilsangiz, mana shu ukamizni Alloh shifosini bersa. Qolaversa mana shu musofirlikka yurgan aka-ukalarimiz bir chiroyli duolarni olsa. Masalan, yordamida shu jigani ko'ramiz. Dada shifo bersin, balları bosh qo'shib qarib kelishsin. Ehson deganlar Xudo kishisiga uyiga umri baraka bersin. Ehson Xudoga qobilsinda shu qobilsan shu yigitdan dada shifo bersin. Doimo yaxshi bo'lib ketsin. Kim nima bersa Alloh o'zi rozi bo'lib bersin-da, shu yerga shifo berib nasib qilsin. Allohu akbar. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan iltimos plastik kartalar tashkillashtiramiz. Plastik kartalarga chiroyli o'zlaringizni fidokorona yordamlaringizni so'raymiz. Iltimos sizlardan, hurmatli yurtdoshlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.